25 sekundda bir pressni chiqarib ulguyapti. O'zini bolalar uchun Netpro shaharcha kelganlarga, obunachilarimizga, Tutan guruh svarka xizmatlari obunachilariga arzon narxlarda kelishtirib beramiz, aka. Gidravlikamiz ustaki hamma yo'lni chiqaraveradi. Xudo xolisa, pichanni, o'tni, makka payi, makka bug'doy press. Ustaki bu necha оборотda aylanyapti hozir shunda? Bo'lmas. O'zi batarya 6,5 kilovat yolishadi, lekin 4,5 kilovat beramiz bunga. Aha. 3000 оборот. Оборот 3000 оборотda aylanyapti. Motorimiz misliyat bo'pti. Mislab modkalardi. Ikkalasi ham misliyat bo'pti. Lekin arzonroq bo'lsin deganlarga alyumin оборотga qilib beramiz. 200 ming arzonroq bo'ladi, razisasi. Farqi 200 ming 300 ming arzonroq bo'ladi. Beta pressi. O'ta qo'ylar bor. Unimiz bilan Makka bilan bug'doy. Bug'doyda mana aralashmay Qo'y uchun, mol uchun, mayrasi kepay uchun, yorma uchun. 170 voltga to'g'ri ishlaveradi, lekin 170 volt men tavsiya qilmayman. Yaxshisi 180 dan pasaydimi? 185 dan pasaydimi ishlatmagan yaxshi. Motor uzoqroqqa yetsin desanglar, shu 229 bo'lgani yaxshi. Narxlari bo'yicha shu yerga raqamlar qoldiramiz. Raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ustakamiz bilan bog'lanib, bemalol gaplashsanglar bo'laveradi.